Kitap Anlaş Topu'daki Kadelik Tanışıcılar. Ulug'bek Hazinesi 1. kısım 10. mavzunu okuyumuz. Qattiq uyquda yotgan Ali Qushchi eshikning asta g'ichirlab ichilganligini tuyib uyg'onib ketdi. Rasadxona go'ridek qorong'u bo'lsa-mu, Ali Qushchining o'tkir ko'zlari pagada devi qiyomat bir kishining gavdasi bilan eshikni to'sib, qimir qilmay turganligini ko'rdi. Ali Qushchi ixtiyorsiz holda yostiq ostidagi xanjarga qo'l uzatdi. Kimsan? Eshikdagi odamdan zuvon chiqmadi. Ey, kimsan? Hey gacha! Men gadoyman. Ali Qushchi xanjarini tutqunicha o'rnidan sakrab turdi. Qalandar qarnoqi? Belli Mevlana, yodingizdan chiqarmabsiz. Jiningdan to'ymagan bo'lsang, o'rningdan qimirlama. Qo'rqmang Mevlana, Shamni yaqin. Qimirlama deyman, qimirlama. Nereden keldin bu dergahga? Qalandar qarnoqi birovning ixtiyori bilan yurmaydi. Mevlana, altın izlab keldim bu dergahga. Shamni yaqin Mevlana. Ali Qushchi xanjirini qinidan shaqqida so'rib oldi. Uning kallasida yiningda sheriklaring bo'lmasa sen bilan elishib yurman degan o'y kechdi-da o'zini besib o'lib. Nima deb oljivatsan Qalandar dedi. İlim dergahıga altın nimish qilsin, hey tentak. Qalandar qarnoqi asta kuldi. Bu ilim dergahıga Cihangirning oltinlari ko'milgandir, Mevlana. Emir Temurning oltinlari jo'ylama gaday. Dur ve cevahirlerim bağı deymen. Yuşurmaktan paydı yok Mevlana. Ali Qushchi nima qilishni bilmay birden lal bulup kaldı. Bu junun üspet divana altının derigini nereden bilgendi? Onu bu yerge kim öğretti? Yine de kim bağdı? Qalandar qarong'uda gumbazga o'xshash ko'ylak kiygan beshini chayqab, Mevlana Ali Qushchi dedi kinoy bilan. Kim bu sizni yo'lbos bilan ilishgan shir yurak Ali Qushchi desin? Shamni yaqin. Shoir Qalandar bu dergahga yomon niyat bilan kelgan bo'lsa, bayila bo'g'izlab tashlaydi sizni. Qalandarning gipi o'rinliq edi. Chunki rasadxonaga to'ydirmay kirgan odam g'aflat uyqusida yotgan Mevlananing kallasini tenidan judo qilib o'talishi hech gap emas edi. Ali Qushchi qorong'uda paypaslab teksh tarafga o'tdi va oqshimi uchib qolgan shamni yoqdi. Shamning g'uva sho'lisida kutubxonaning tomlaridagi zar hal naqshlar, jovanlardagi kitoblarning oltin rang muqovalari valildab ketdi. Qalandar qarnoqi ustiga janda beshiga ushliq eski quloq kiygan holda devininkidek qomati bilan yanala eshikni to'sib turadi. U qo'l qo'shtirib ta'zim qildi. Assalomu alaykum ustoz. Bu qitim u Mevlana demay ustoz dedi. Bu pasiq dervishlardan o'rgangan aldamchilikmi yoki Qalandar qarnoqining burunqi samimiylikmi? Ali Qushchi qo'lidagi shamni egizrak ko'tarib, uning chiroyiga tikildi. Chas soqollari o'sib ketgan Qalandar o'ltirishib ketgan uyqusiz ko'zlarini qochirmay, uningga qadilib turadi. Kiyimlari jul-jul bo'lib ketgan bo'lsa-mu,
Divi qamet qalandarning saqal basqan uruq, yadangu yüzüden, uyqusuzlikdan kichikilab ketgan ko'zlaridan dardmanligi va allaqandoq dil xastaligi bilinib turadi. Uning beshiga tushgan savdolar Ali qushchining esiga keldida ko'ngli sal yumshidi. Kel, Allohning gadi, o'ltir. Qalandar chapdaslik bilan kelib uning qo'lini tutdi va qo'liga so'ydi. Nima bo'lganda bu? Nimishqa bunday qiladi? Yuqori o't, o'ltir, Qalandar. Qalandar rahmat degan ma'noda boshlang'ich deb kechirgaysiz ustoz, dedi. Gapni oltindan boshlab sizni cho'chitib etdim. Oltin, bu so'zni nereden topding, Qalandar? Sabr qilg'aysiz ustoz. Avval sizdan bir narsani so'ramoqchiman. Qalandar perişan holda Ali qushchining ko'ziga tikildi. Sizdek zamonimizning olimi, fiqrini kim, qandoq odam deb bilasiz? Darvaqa bu odam zodi kim? Yiroq Yassidan kelib, avval nökər bo'ldi. Keyin qilichini qalamga, suvarichi savutlarini ilm ahlining oddiy kiyimlariga almashtirib, talibi ilm bo'ldi. Onundan keyin madrasani tashlab, bulung puchqoqlarda yurdi. Hozir bo'lsa, beshiga o'chki terisidan tikilgan eski kulah, badaniga jul-jul bo'lib ketgan janda kiygan holda uning oldida sajda qilib turibdi. Ali qushchi mo'risini qisdi. Bir nima deyishga tilim loldir, Allohning gadiyi. Qalandar qattiq xo'rsinib, faqir bu bevafo dunyodan haqiqat izlab topolmagan va adashgan bandaman ustoz, deb xitob qildi. Dastlab sohibi toj Mirza Ulug'bekdan yurtimga madad tilab kelib, madadga erisholmadim. Yurtimdan ayrilib bir musofir, öy makonsiz bir lalmist bo'lib qoldim. Haqiqatni deb barmagan yerim, kirmagan tüşküm qolmadi. Oxir ahli Allah gadoylariga ixlos qildim. Va lekin nima chora? Ular arasida gadoylarni emas, og'zidan hamdu sanoni tushirmaydigan tili hasal, dili zahar kazzablarni, aqli qisqa nadonlarni ko'rdim. Endilikda mayli ishining, mayli ishonmang. Haqiqatni izlab, yanala ilm dargohiga keldim, ustoz. Qalandarning ovozi to'satdan bo'lib, jim bo'lib qoldi. Uning samimiyatiga jazm qilish qiyin edi. Lekin Ali qushchi zo'riq kuldi. So'zingda mantiqi yo'q, Qalandar. Haqiqat izlab keldim deysan, va lekin haqiqatni emas, oltinni surishti qilasan. Buning sababi shulki, bu oltin beshingizga balo bo'lib, sizga ofat keltirdi, Mevlana. Menda oltin borligini qandoq bilasan, dapaqa darvish. Yo'q, avval sizdan ustoz. Bu dargohga Amir Temurning oltinlari yushiringanligini birovga aytmaganmidingiz? Ali qushchi ixtiyorsiz holda Xo'ja Salohiddin zargar devetdi. Qandoq? Qalandar livini tishlab, beshini chayqadi. Hey Mevlana, sizdek yetilgan donishman bu ishga kelganda kaltipamni qilib qo'yibsiz. O qari tulka bu sirni Shayx hazratlariga oshkorlab qo'yibdi. Oltinni yushirib, darhol qochmoqingiz lozim. Bo'lmasa, oltinni tortib olib, o'zingizni yo'q qiladi, ustoz. Va darixa, chas soqollari o'sib ketgan,
ko'zlari yinib turgan bu majnun sifat dervish rost gap qilyapamdi yoki hilgarlik bilan uning sirini bilib olmoqchi bo'lyapamdi. Lekin Salohiddin zargar yo'q. Bu dervish yolg'on so'zlamas. Onun ko'nglidagi gumonni sezgan Qalandar qopqini selib dedi. Paqir bu yo'ruq dunyoga kelib ikki olamdan yomonlik ko'rmadim. Biri ulug' panohdorim Mirza Ulug'bek. Paqir bu yo'ruq dunyoga kelib ikki odamdan yomonlik ko'rmadim. Biri ulug' panohdorim Mirza Ulug'bek. Biri siz aka huzuringizga bosh egib kelishimdagi maqsad yaxshilik qilmoqdir. Bu niyatimdan gumonlansangiz, hozirla qaytib ketaman, ustoz. Qalandar qandoqdir bo'g'ilib so'zladi-da, Ali Qushchining ko'nglidagi oxirgi gumonlarni yo'qotib etdi. Ali Qushchi ko'zini Qalandarning g'amkin ko'zidan uzib, javandagi kitoblarga qaradi. Sen tilla ve cevahirlardan gap açtın Qalandar. Ve lekin altındınmı qimmat bu baylıqni qanday qilamiz? Menmu buningdan bosh tartsam, bu mislisiz xazinening taqdiri nima bo'la? Qalandar beshini ko'tarib javonlarga uzoqcha tikildi. Şeyh Nizomiddin Xomushning makruh kitoblar to'g'risida aytgan tahdidlik so'zlari esiga keldi. Yushurmoq kerak. Buncha bo'la narsani nega yushurman? Qandoq yushuraman, Qalandar? Sanduqlarga silib, boshqa shaharlarga elib ketmek kerak. Qaysi shaharga elib boraman? Mirza Abdulatif taxtga chiqsa, onun ayığı basmaydigan şehir kalır mı? Nemeli bolsa bu yerden elip gitiş lazım. Qalandar beşideki kulağını ruslap birden oylanıp durdu. Andın elin kuşuğu qaramayla. Rasatxonada sirtqi chiqadigan lahmi bormi? Deb so'radi. Ali Qushchi birdan xiyol surgach, "Bor" deb javob berdi. "Oltinlarni elib men bilan mening" dedi Qalandar buyruq ahangda. "Bir yerga boramiz, ustoz." "Nega?" "So'ramang, oltinlarni eling." Qalandarning buyruqi Ali Qushchining ko'nglida yana gumon paydo qilgan bo'lsa-mu, u tavakkulchilik bilan javanga shut qo'yib, kitoblar orasiga yushirilgan oltin va javohirlarni ilishga boshladi. Qalandar piyoladek quyma oltinlarni qo'lida dangsab ko'rib, xurjunga sag'ach. "Bu boyliqlarni yushirgan maxfiy joyingiz shumi? Barakalloh sizga Mevlana" deb kulib qo'ydi. U oltinlarni joylashtirib bo'lib, "Lahmi nerede? Başlang Mevlana" deb buyruq qildi. Onun qo'pol buyruqi Ali Qushchiga texmi g'alit tuyulgan bo'lsa-mu, amdi yenilishning o'rni yo'q edi. U qo'ynidagi xanjarini ruslab qo'ydi-da, qo'liga shamni ilib eshikni ochdi. Tik palampayla qorong'u tor chuqdan yer osti yo'lga elib tushadi. Birinchi qavatning yon tarafida torg'ina uy bo'lib, uyning o'ttirisida tugman teshiga o'xshash yumaloq tosh bilan yepib qo'yilgan quduq bor edi. Quduqning cho'nqurligi jih bo'lsa 10-15 gaz bo'lib, onun bir tarafidan odam aran sig'adigan tuynuk ichilgan edi. Tuynukdan kirib, yer ostidagi tor, yılan izidek lahmidan o'ssa, ko'mak tarafdagi soyga chiqqili bo'ladi. Bu lahmini bütün Novara Nehri'de fakat ikkili kishi, Mirza Ulug'bek bilan Ali Qushchila biladi. Lekin Ali Qushchimi onunga ömrüde birli qatim tushib boqqan edi. Bismillahirrahmanirrahim. Ağzı burnunu kichik shoyi yog'liq bilan to'sib olgan Ali Qushchi beliga arg'amchi bog'lab, quduqqa birinchi bo'lib tushdi.
Andın quduqning tomlarini siypab yurib, to'nglikning og'zidagi toshni elib tashladi. Qarog'i o'nkirni ko'rganda butun vujudida paydo bo'lgan yiqimsiz tuyg'uni aran yengib to'nglikdan kirdi. Odamzod boshliq boqmagan tor lahma o'michuk to'rlar bilan qoplangan bo'lib, zaydishib ketgan tomlarda har xil qurut qo'ng'izlar o'milab yuradi. Sesiq zay hidi damoqqa güp urilib turadi. Ali qushchi sham tutgan holda oldiga engishib ketib etib, tomda shamdan qechib timisiqlab yurgan qurt qo'ng'izlarni ko'rib seskinib ketdi. To'satdan yilonga o'xshash shilmishiq bir narsa shalab qilib bo'yniga tushdi-da, butun a'zoyi badanini sirqirtib etdi. Qalandar bo'lsa hech narsaga parvo qilmay, uning keynidan xurujini so'rab mangadi. Ba'zida go'yo tezroq mening Mevlana degandek qilib, aloqini bilan Ali qushchini muyurisidan turtib qo'yadi. Oxir ular qorong'u, tor yo'lni tugutib, o'ng'ul-do'ng'ul cho'ng yo'lga chiqib to'xtadi. Qalandar bilan Ali qushchi puti bilan yerni tirab turib, qo'llari bilan toshni tik ko'tardi. Tosh asta qo'zg'alib to'satdan guldur qilib og'dirildi-da, dimog'lariga sap havo güppidi urildi. Lahma daraxt bo'yi keladigan yerga tutashgan bo'lib, yerning tagi toshliq soy edi. Ular soyga tushib, ikkisi birlikda yo'g'on toshni o'z joyiga qo'ydi-da, yer yaqalab mengishdi. Ali qushchi shuningga hayron ediki, Qalandar qarmoqi Samarqandga emas, aksicha Urgut tarafga yo'l oldi. Sal o'tgandan keyin o'ngga burilib, Abirahmat o'stig'ini yaqalab mangdi. Oysiz, qop-qorong'u kechada yo'l yurish ularga qiyin kelgan bo'lib, oyoq ostidagi toshlar g'ichir-g'ichir qiladi. Eriq bo'yidagi tallarning shoxlari yuzga uriladi. Qalandar yanala hech nimaga parvo qilmay, qadimini barg'an siri tizlatdi. Bu talva darvish uning qayerga boshlab mangdi? Niyati zodi pokmi yo'q? Pok bo'lsa, nega ketayotganligini nima uchun pinhon tutadi? Ana, oldida allaqandoq bog'lar ko'rindi. Pastda soy bo'yida tugman nurlaridan quyilgan suvning bir xilda sharqirishi anglandi. Ular tugmanga bormay cho'ng bir bog'ga kirdi va uzumzorlardan, texi ko'milmagan anarliqlardan o'tib, do'nglikning yon bog'lariga joylashgan mahallaga kirdi. Keyin yana o'ngga burilib, tar ko'chani bo'ylab ketishdi. Nag'ri to'pa dedi Ali qushchi o'zicha. Ko'chalar shundoq tar va egri to'qay ediki, ikki tuga udul kelib qolsa o'tisholmaydi. Ko'chadagi uylar, so'qma tomlar, qo'l suzi yetadigan balaxonlar Guristondek jimjit bo'lib, hovlilardan taq qilgan sado chiqmaydi. Faqat ba'zida pakar darvozlar orqasida itlarning qovoshlari, qo'ylarning tipirlishi eshitilib qoladi-da, yana jim ketadi. Ular tar kuch bilan kichikroq bir maydonga chiqdi. Maydonning qibla tarafida egiz bir do'nglik bo'lib, uning etikida ikki tup sida ko'rinib turadi. Qalandar qarnoqi atrofga ko'z yugurtib olib, Ali qushchiga yuring deb ishorat qildi-da, maydondan yugurib o'tib, sida ostida to'xtadi. Do'nglikning oldi tarafi go'yo pichoq bilan kesib qo'ygandek tik bo'lib, o'ttirasida g'ordek bir narsa ko'rinib turadi. Qalandar putining uchida dastlab birib, g'orning temir qoplangan eshigini 3 qatim asta chekdi-da, o'zini yana sidining daldisiga oldi. Sal o'tgandan keyin eshik g'ichirlab ochilib, to'nglikcha bir bo'shliq ko'rindi.
Kalender Ali Kuşçu'nun kolundan tutup, engişkeniçe karangı önkürge kirip ketdi. Assalamu alaikum ata. Önkürünün işkili tarafından bir xil bom ovoz anlandı. Va alaykum assalam. Ali Kuşçu kalenderinin arkasından karangı önkürge kirdi ve kallasida bir lahmeden çıkıp başka bir lahmege girdik mi? Bu cunun süpet divana qaysı görgü başlap keldi meni? Degan oy keçdi. Ular haqiqatanmi lahmiga o'xshash pakarg'ina qorong'u tarchuq kirgan edi. Tarchuqning oyog'ida pildab turgan sho'la ko'rindi. Ular sho'laga qarab mangdi va suzunchoq tar yo'ldan o'tib, üstü gumbaz shaklidagi cho'ng g'arga kirdi. Tekchidagi jinchirog'ning g'uva sho'lasida yo'g'on g'ar to'lima qo'rqinchli tuyuladi. Oldida ketayotgan kalender to'xtab, mana kamina gibini qilgan Mevlana Ali Kuşçu huzuringizga qadam tashrif qildi Hazrati Temur bova dedi. Girimsan qorong'u g'arning bir bo'limidan bayiqi temkin ovoz anglandi. Assalomu alaykum Mevlana. Paqir kulbimizga xush kelibsan, o'g'lim Aloyiddin. Hayron bo'lgan Ali Kuşçuning ko'ngli bir qism bo'lib oldiga o'tdi. Va alaykum assalom ata. Barikallah Mevlana, qani yuqori o't. Ko'zlari qorong'uga ko'nik Ali Kuşçu atrofga qiziqib qaradi. Ular kirgan joy egiz do'nglikning yon bag'riga o'yilgan yo'g'on g'ar bo'lib, ikki yenida yana kichikroq ikki o'nkir ko'rinadi. Tarchuqdan kirgan yerdagi o'nkirda to'mirchilik jabduqlari, yana bazg'an va sandal. Onun astida qalam, bolqa, uzun qisquch, ambur qatorliq narsalar turadi. Sol tarafdagi g'arda qasam cho'mich, chaynak, tovoq, har xil obtuva va boshqa tamoq jabduqlari tizib qo'yilgan edi. Cho'ng g'arning to'ridagi pakar subada beshiga yumaloq kiygiz quloq kiygan, uzunning biri qaychi tegmagan, quyuq saqili ko'ksiga tushib turgan bir bobay g'angz tutgan holda qo'y terisidan tikilgan kang juvog'a urinib, bedashqon qurib o'ltiradi. Bobayning orqasidagi tub-tuz chepilgan tomga ikki qilich va qalqon esilgan bo'lib, qilichlarning orasidagi tekchida ko'nrab ketgan kitoblar ko'rinib turadi. G'orga ajablanib qarab qolgan Ali Kuşçuning esiga bir zamonlarda Ürgüt tog'larida Mirza Ulug'bek bilan shikarga chiqqanda ko'rgan bir g'ar keldi. Go'rga o'xshaydigan ashu g'armi bu g'arga o'xshash qorong'u. Pakar lahmidan o'ssa, andin mushundoq keng g'arga kirgil bo'ladi. G'arning tomlari va gumbaz shaklli turisi go'yo qo'l bilan yasab qo'ygandek siliq bo'lib, ap-oq marmar toshlardan bino bo'lgan edi. To'satdan Ali Kuşçuning kallasidan xazinani ashu g'arga yushirmoq kerak degan o'y kechdi. Uning xiyolini bobayning "Nemishqa hanglab qolding Mevlana?" degan so'zi bo'lib etdi. Qani o't bu yoqqa. Bobay o'ng tarafidagi ustiga teri tashlangan yo'g'on ko'takni ko'rsatdi. Tartinmay o'ltiraversan Mevlana. Bu kötekte aciz bendining do'sti, baxt egisi Emir Tümür o'ltirib, mana bul ko'zida. Bobay qo'lini suzib kitob tizilgan tekchining ostidan yo'g'on mis ko'zini oldi. Mana shul ko'zida peqirga may tutgan. Peqir uningga neshi chektirganman Mevlana. Ali Kuşçu mana endi o'zining Tümür Samarqandi usta degan dağınlıq tömürçinin g'arida turganligini anqirdi. Emir Tümür qo'shinida xizmat qilgan bu odam to'g'risida Ali Kuşçu ko'plagan ajoyib, g'aroyib hikoya cho'chaklarni anglagan bo'lsa-mu, lekin uning o'zini ko'rmagan edi. Ali Kuşçu adab bilan qo'l qovushtirib, bobay ko'rsatgan ko'takda o'ltirdi. Kalender bo'lsa bobayning yonida yukindi.
He, Mevlana Ali Kuşçu, dedi bobay. Sen tömür köregani olturgan kötekte olturupsan. Emir Tömür'dün keyin bu kötekte onun perzenti Hakanı Seyit Şahruh Mirza olturgan edi. Bobay şalan, lekin öskülün kaşlarını sılap miyiqidi güldü. Ol zat-ı şerif altın elip gelip, kıbligah Emir Tömür'ge yasap bergen kılıç yasap berişimni sorudu. Lekin mening kılıç yasamaslığa qasam qilganligimni bilmabdi. Bu to'g'ridimi Ali Qushchi allaqandoq mish-mish gaplarni anglagan edi. Shahruh Mirza Samarqandga qadam tashrif qilganda mashhur bir to'mirchiga qilich yasatmoqchi bo'lgan. To'mirchi bo'lsa qilich yasashdan bosh tortgan ekan. Shahruh Mirza dar g'azabga kelib, uni darga esishga buyurgan ekan. Lekin bu ishga Mirza Ulug'bek aralashib, to'mirchini o'limdan qutuldirib qolgan ekan. Ali Qushchi bovayning qora qurun bosgan quruq yuziga, o'skilan qoshlari ostidagi o'tkir ko'zlariga hayajon bilan tikildi. Bovayning keng yuzi, ko'ksiga tushib turgan oppoq soqoli, kuchga to'lgan yo'g'on gavdasi, tiziga qo'yilgan qoq sumak qo'llari xuddi toshdan uyib yasalgandek edi. Uning vujudidan bilakchi bir mardonalik, iroda ve kuch yig'ib turadi. Qasam ichishingizga nima sabab bo'ldi, ata? Dedi Ali Qushchi. Bovay terin turib qo'lini silkidi. Buning hikoyasi uzun, inim. Al-qissa. Kamina Emir Tömür'ning qo'shinida qurol yarog' yasash ishi bilan mashg'ul edim. Men Tömür Samarqandda usta yasagan qilichlarning danqi Yamandan Yasangacha pur ketgan edi. O'g'lim, bir kuni Hazreti Aliylari bir qilich buyurdi. Sepi oltindan, o'zi po'latdan bo'lsin. Chapqanda tashnimi kesallaydigan bo'lsin dedi. Yasadim. Ol shunda qilich bo'ldiki, Emir Tömür'ning qo'lida kötekdek yo'g'on toshni mayni kesgandek kesdi. Hazreti Aliylari xushal bo'lib, üstümge zerbab ton kuygüzdü. Ama peleknin gerdişini qarang Mevlana. Uzun etmey, o şefkatsiz şah, mendek aciz bendi yasagan şu kılıç bilen, Köksaray meydanıda yalğız akan, birden bir canciger yülençükümdün kallısını aldı. Bobay gözlerini yumup, levlerini piçirletip durup, tilavet kıldı ve dua yondurdu. O cancigerim, zerbedarlar sergerdisi, şir yürek batur idi. Pekirga, Ufkam Tömür, koy şol hüneringni. Bu kanxor kallık iseriga kimiki kılıç yasap bäse, tügümes günahqa qaladı. Ahirette cacısını yeydi, deydi. Rahmetlik. Ya onun nesitiga könmegen idim. Ol tajdarning şiirin kalamiyu tartıqlarga hoş bolgan idim. Amma bul hünerim perverdigari alemge maqbul bolmagan eken. Ahir cazamni yedim. Özüm yasagan qilish bilan öz qirindishimning beshi kesilganligini ko'rdi. Akamı qo'shib yana 32 mard o'g'lan, 32 zarbidarning kallasini tenidan judo qildi. He o'g'lim. Akamning o'zim yasagan qilishda to'kilgan qinini ko'rdimda, bir kechidala Emir Tömür in'am qilgan hamma kiyim-kechaklerimni ko'ydirib tashlab, tog'larga chiqib ketdi. O da 4 yil beşimga kola, uçamga jandi kiyib, bu tarifi Badaxshan, o tarifi Balix, uningda neresi Hirat, Bag'dad,
Mekke Mukarreme hamma yerni alıkoymay kezib chiqdim. Endi yurtimni ko'rmak nisib bo'lmaydigan bo'ldi. Süngeklerim yart yurtlarda quzg'unlarga yem bo'ladigan bo'ldi deb o'ylagan edim. Yo'q, divanının işini Xudo o'ngshaydi ekan balam. Ol rahimsiz shah Çin'i machinga yurish qilib, o'tirar ustida fani olamdan boqiy olamga rihlat qilibdi degan xabar yetdi. Aciz bende öz yurtinin qadrini musafirchilikda biladigan o'g'lim. Bu xabarni anladimda bilimni ching bog'lab, qo'limga hasi elib yo'lga chiqdim. 12 ay 5 gün yol mangandan keyin ko'zimga Mavara unnahir chegirisi ko'rindi. Ceyhunga kelganda hushsizlanib yiqildim balam. Bovay yo'g'on qari barmoqlari bilan ko'z yoshlarini surtib etib sukut qildi. Ali qushchi yer ostidan qalandarga qaradi. Oma soqollarini tutamlab bir nuqtaga tikilganicha o'tiradi. Öz yurtini eslab ko'ngli yerim bo'lgan bo'lsa kerak, solg'un chiroyidan cho'nqur g'am endişe ekanligi chiqib turadi. Mevlana Ali qushchi dedi bovay. Allah'ın gadi kalender sirni azraq aşkarladı. Fakir ilim buluqından su içmegen, ama Hirat, Bağdat ve Demeşk'te köplegen Ali medreselerde hoylu süpürüp, nuru qollagan danişmenlerinin hizmetini qılgan mən. Haqqani söhbetlerinin behriman bolgan mən. El-qissa, qanda hizmet bolsa özümni ayımasmen, balam. Ali qushchi qo'llarini ko'ksiga qo'yib ta'zim qildi. Ming martaba rahmat sizga ata. Shahzoda Abdullatifning toj taxt ishqida Mavara unlariga bostirib kirganligidan xabar topdingizmikin? Bovay boshlanishdi. Öz atasiga qilich ko'tirgan bola inshaalloh Haq Taoloning qahriga uchraydi, Mevlana. İnşallah duayınız icabet boğay. Devlet bana Mirza Ulug'bek Mavara ünlerde 40 yıl hüküm sürüp Resed Xani kabi ilim hazinesini berpa qilib köplegen hikmetli kitaplarını, nur g'ollagan nadir qo'lyozmalarni ve ilim cevherlerini toplagan edi. Emdelikte bu nadir hazine xavf astida turibdi. Bu ilim hazinesini cahil unsurlardan saqlab qalmoqni Mirza Ulug'bek Kaminening zimmasiga yuklagan edi. Mirza Ulug'bek bovay ko'zlarini yumib tortdi. Astagfirullah, shundoq bilimlik odam quzg'un sarkardalarga ishinib qaragan chig'ida ko'p aldandı. Ko'nglingiz kelmasin, Mevlana. Urush bahanasi bilan bul emirlar biz bechoralarni yalang'ochlab qo'ydi-ku. Japa bizdek hunarmandlarga bo'ldi, o'g'lim. Ali qushchi qisilib yerga qaradi. Buningga nima ishora? Ustining degini to'g'ri. Bu urush yolg'iz fuqarolarga emas. Ustozning öz beshig'ima nurg'un musibatlarni keltirdi. Qalendar o'rnidan bir qo'zg'alib qo'yib, "Ata", dedi. "Hozir bu gaplarni qilishning foydasi yo'q. Ilim xazinasi xavf ostida qoldi." Bas. Usta alıqını onun tiziga qo'ydi. "Qancha sanduq lozim deding?" 15-20 sanduq bo'lsa kifoya. Qachon tayyor bo'lsa bo'ladi? Qancha tez bo'lsa shuncha yaxshi, dedi Qalendar va xurjunni ko'rsib turib qo'shib qo'ydi. "Oltinni aymaymiz, ata." Oltin sözünü anlagan bovay xafa bo'lib, terini turdi. O o'skilan qoshlarini silab, xiyol surgach, Qalendarga qaradi.
Ete namaz işlamdan keyin bir haber alırsan oğlum, dedi. Rahmet ata, bunu qanday qilamiz? Kalender xurjunni ko'rsatib kuldi. İçi bütünley altın. Kömmek kerak. Bobay shundoq deb qibla tarafdagi qorong'u uyni ko'rsatdi. Elib kirib ko'mib qo'y. Peqirga oltin bilan tumining farqi yo'q. Kalender temir tasaklarni bir tarafga surib qo'yib, yerni tizi bilan tang cho'nqurlikda kovladi. Altun va javohirlarni kamaga xurjun bilan ko'mib, temir tasaklarni ustiga dövlab qo'ydi. Ali Qushchi temir Samarqandi usta bilan xayrlashib, Kalender bilan birlikda g'ordan chiqdi. Ve go'yo mürüsünün tağını elib taşlayotgandek yengil bo'lib qoldi. Tashqarida yanala sovuq shamol vijildab turadi. Shamol kuchayib, bulutlar taqagan. Osmon g'ujmak yulduzlar bilan to'lib ketgan edi. Tong otilgan chog' bo'lsa kerak. Hamma yoqda xo'rozlar chillab, itlar havshib, eshaklar hang'rashadi. Ular kelgan yo'li bilan orqasiga qaytishdi. Dönglikdan o'tib, rasadxona darvozasiga yaqinlashganda, oldida ketayotgan Kalender Ali Qushchini qo'lidan shaqqida tutib, yo'l yoqasidagi chinar soyasiga tortdi. Darvoza tarafdan kimdir birisi, "Haq do'st, ya Alloh" deb g'ingshib kelyotdi. Kalender Ali Qushchini soyada qoldirib, o'zi darvishning yo'lini to'sidi. "Ha, bo'ra, nimishqa bu yoqlarda lag'aylab yurasan?" Bo'ra bir nima deb o'dingshidi. "Bilib qo'y, alg'ay. Sen bo'ri bo'lsang, men yo'lbos. Agar payloqchilar ko'yda yurgan bo'lsang, alg'ay ko'zingni uyib, qo'lingga tutqizib qo'yman. Uqdingmi?" Derviş cevap vermey üzücü kapı boğandek buldu da kuştek sayrıgan peti bağı meydan tarafga ötüp gitti. Kalender bir dem qarab turdi. Keyin Ali Qushchining qishiga qaytib berib, "Ehtiyot qilish kerak, Mevlana" dedi. Sheyx hazratlari payloqchining orqasiga payloqchi qo'yibdi. Ulug'bek xazinasi 10. mavzu, 1. qism 10. mavzu tamam bo'ldi. 11. mavzuni ayetki anlatışımızda başlayımız. Rahmet sizlarga.